Donkni Real 1.9 reyting bilan majorda rekord qo'yishga yaqin turibdi. Boris Xolaning bu klatchini ko'rmagan odam qolmagan bo'lsa kerak. Kayrigan esa mana endi kick berishmaydi deb xursand bo'lib o'tiribdi. Apex bechara esa ketma-ket ikkinchi turnirni tark etishi. Nahotki era tugagan bo'lsa. Va bu dahshatli IM Köln play-offidan qisqacha siz bilan har doimgidek Chapaning 24 informatsion dasturi. Nancy jamoasini yurishini Maladoy birinchi matchni o'zidayoq tugatib qo'ydi. Aurora esa mana jigarim bu mishni 2-0 bilan shuncha qilgan harakatini bir teng qildi. Noinsoflar hech bo'lmasa bitta karta ham bermadi. Ikkinchi kunni esa Spirit G2 boshlab berishdi va ko'pchilik bu drakonlar uchun easy bo'lib turadi degan bir vaqt o'zida kutilmaganda Spirit birinchi kartani yutqazadi. Ikkinchi kartada esa omad kulib boqib 16-14 bilan yutishadi va uchinchi karta juda ham emotsional karta bo'lib, clashlar ketidan clashlar ko'rdik. Eng esda qolarlisi esa albatta mana shu. G2 is like no other. Magic with 1v4s on major stages. It's like Ammo shunday zo'r o'yinga qaramay Spirit jamoasi o'yinni o'z hisobiga yozib ketdi. G2 ga esa gap yo'q, chunki jamoa turnirdan turnirga juda kuchayib bormoqda. Falcons esa turnir favoriti va ashaddiy raqibi Vitalichini 2-1 hisobi bilan yutib, majordan chakini ulpat qilishdi. Yana qayerda yutish mumkin bilasizmi? Eskinsda albatta, chunki siz shunchaki major ishtirokchilarini keysni final tugashigacha qadar ochsangiz, siz avtomatik ishtirokchiga aylanasiz va finaldan keyin shu ochganlar ichidan Eskins jamoasi sizni tanlab ikkita pichoq sovg'a qilishadi. Keyslarni ochish uchun esa albatta balansingizni to'ldirib o'tganda promokod joyiga chapa deb yozsangiz +20% ham olasiz.